Savol. O'tganlarni xotirlash, xususan payg'ambar alayhissalomning mavlidlarini nishonlash bid'at degan da'volarga jumhur ulamolar ilmiy nuqtai nazardan qanday qaraydi? Uning joizligiga Qur'on va hadisda dalillar kelganmi? Nabiy alayhissalatu vassalom ko'pincha dushanba kuni roza tutardilar. Bir safar u kishidan nima uchun dushanba kuni roza tutasiz deb so'raldi. U zot sallallohu alayhi vasallam bu men tug'ilgan kundir dedilar. Bundan ko'rinadiki, payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining tug'ilgan kunlarini nishonlardilar. Biz hozirda o'qib o'tgan hadis bunga dalil bo'ladi. Agar Rasululloh tug'ilgan kuni kelsa, ya'ni har yili ushbu kunga yetib kelsak, bizlarni u kishining tug'ilishlari xotirasini nishonlashimiz Rasululloh qilgan va u kishi aytgan narsada u zotga ergashish emasmi? Va yana bu Alloh azza va jallaning kitobiga bo'ysunish emasmi? Negaki biz u zotga ergashishimizni e'lon qilyapmiz. U zot bilan tuzgan bitimimizni yangilab olyapmiz. U zotga bo'lgan muhabbatimizni ko'paytiradigan sabablarni, ya'ni u kishini maqtash va sifatlarini eslash kabi narsalarni yuzaga chiqaryapmiz. Biz bu bilan u zotning siratlari va hayot tarzlarini o'z hayotimizga tatbiq qilishga tayyorlanyapmiz. Biz u zotni avval ko'rmagan bo'lsak-da, ongimiz u zotning shakl va shamoyillari va sifatlarini anglab yetmoqda. Mavlid xotirasini nishonlash ana shunday bo'ladi. Shunday emasmi? Demak, qoidaga ko'ra diniy xotiralar Alloh taoloning kitobi hamda Rasulullohning so'z va amali bilan talab qilinayotgan ishlardir. Umuman u kishining xotiralarini nishonlash ana shunday talab qilinayotgan ishdir. Ana shu xotiralarning eng mashhur va ulug'i Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tug'ilishlari xotirasini nishonlashdir.